O'zingizni yomon his qilganingizda faqat dori yoki qo'shimchalarga ishonasizmi? Jismoniy mashqlar bu sog'lig'ingizni boshqarishning eng yaxshi usuli. Ko'p odamlar mashq qilishning ahamiyatini e'tiborsiz qoldiradilar. Mashq qilish ham ruhiy, ham jismoniy salomatlikni mustahkamlaydi. Jismoniy mashqlar kasalliklarning oldini oladi va stressni kamaytiradi. Kattalar har hafta kamida 150 daqiqa tez yurish yoki har hafta kamida 75 daqiqa kuchli faollik bilan shug'ullanishlari kerak. Avtobus yoki metrodan bir bekat erta tushing va piyoda yuring. Zinadan foydalanish kundalik hayotingizda ko'proq yurishingizga yordam beradi. Sog'lom bo'lish uchun haftasiga 150 yoki 300 daqiqagacha yugurish, velosipedda yurish va suzish kabi turli xil kardio mashqlarni sinab ko'ring. Haftada 2 yoki undan ortiq kun davomida kuch mashqlarini qo'shing, u ham yordam beradi. Har hafta muntazam ravishda mashq qiling. Ozgina jismoniy mashqlar bilan boshlang. Keyin chastotani, intensivlikni va davomiylikni asta-sekin oshiring. Mashq qilishdan oldin qizinishni unutmang. Va mashqdan keyin salqinlanishni ham. Bu mashqlar paytida jarohatlarning oldini olishga yordam beradi. Qulay kiyim va poyabzal kiying. Shamollatilganligiga ishonch hosil qiling, ayniqsa issiq bo'lganida. Mashq qilish paytida charchagan bo'lsangiz, biroz dam oling. Agar siz juda ko'p harakat qilsangiz, u tanangizga zarar yetkazishi yoki jarohatlarga olib kelishi mumkin. Agar o'zingizni yomon his qilsangiz, darhol mashq qilishni to'xtating. Agar u davom etsa, shifokor bilan maslahatlashing. O'zingizni juda charchagan kunlarda kuch mashqlarini o'tkazib yuboring va shunchaki cho'zish mashqlarini bajaring. Cho'zish og'riqni yengillashtiradi va mushaklarni bo'shashtiradi. Doimiy jismoniy mashqlar bilan sog'lig'ingizni asrang.